Hammaga xayrli kun. Bugun yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bu kvartiramiz Chilonzor 11-kvartalda joylashgan. Manzilimiz to'g'rimizda Jahon tillari universiteti, Farxatskiy Zapchas bozor. Mana Zapchas bozordan Shohmid ko'chasiga shunday kirib kelganimizda bu o'rtada Shohmid joylashgan. Mana shu o'rtada bo'ladi, birinchi etaj. Hozirda bu yashash uchun mo'ljallangan, lekin olib bemalol nejilov qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, dokumentni o'zgartirasiz. Bu kvartiramiz Euro remont, ta'mirdan chiqqan, hali remontdagi hech kim yashamagan. Oldin noturar bino bo'lgan, ya'ni o'sha jiloyda bo'lgan mana holati. Bitta ko'rsang holatini. Mana shunaqa holatda bo'lgan. Polni mana shu yerda nejilov qilingan, mana shu qator, mana. Ko'rib turganlaringiz nejilov qilib ishlatilgan joylar. Hozir ichkarisini bitta qisqacha ko'rsatib beramiz. Old tarafdan kiriladi, faqat bu o'rtada kirish yopilgan. Old taraf bunaqasiga o'tsak ham bo'ladi, bu o'rtadan kirib kelsak ham bo'ladi. Atrofi, infratuzilma jihatidan juda ham yaxshi joyda joylashgan. Tepa tarafda esa Farxatskiy dehqon bozori joylashgan. Bu esa 12-kvartal. Va o'rtadan mana shunaqasiga kechasi bemalol dam olib aylanadigan joy, zona joylashgan. Kirib kelganimizda mana shu o'rtada o'zini parkovkali joyi bor ekan, mana shu domni, bu domni oldidagi parkovkaga mo'ljallangan joy qismi ekan. To'g'rida esa detskiy plashatka joylashgan. Bu o'rtada besedkalar bor ekan, teparoqda. Bu uyimiz mana shu ikkinchi patizda joylashgan. Agar olib qachondir sotaman desangiz ham bu o'lmaydigan joy. Chunki yo'l yuzi birinchi liniyada joylashgan. Nijilov qilib ishlataman desangiz ham yaxshi. Bu eshigimiz отпечаткali eshik bo'ladi. Face ID bilan ishlaydi. Bemalol mana shu o'rtada ko'rib turibdi. Holati yaxshi eshik. Ichkarisini ko'rsatamiz hozir. Bismillah. Eshikdan kirib oldik. Bu o'rtada oyna qo'yilgan ekan. Eshikdan koridorimiz bor. Bu yerga esa prixoshkaga yaxshi bitta mebel qilib, tepalarida mana ko'rganlaringdek gullab bor ekan ishlarida. Tepa batalyonlarni yaxshi qilib qo'ygan ekan. O'tirib olib, qadam aytadigan gapim oynaga qarab, ishga ketguncha kelguncha bemalol maza qilasiz. Kirib oldik. Kirganimizda birinchi mana bu o'rtada sanuzulimiz joylashgan. Ichlari kengina. Oldin bu razdelniy bo'lgan, hozirda bular samishorni qilib bo'lgan ekan. O'sha bitta qilingan ekan, umumiy qilib. Kafillar qilingan. Mana bu o'rtada kir mashinalar joylashgan. Suvlardan muammosi yo'q deb aytgan, mana sharillab suvlar oqib turibdi. Bu o'rtada esa dushovimiz bo'ladi. Mana bu o'rtada kichkinagina. Shu holatda eshiklarimiz ham yaxshi eshikdan qo'yilgan mana. Ko'rib turganlaringdek. Ichkariga kirib olamiz. Ichkariga kirganimizda mana shunaqangi bizani zalimizda kutib oladi. Juda ham chiroyli holatda turibdi bu zalimiz. Uglok mebellar qo'yilgan, televizor uchun televizorning zonaga yaxshi qilib narsalarni qo'yib qo'ygan ekanlar akam. Bu uyimizda 2 xona, 3 xona qilingan. Tepada bitta mana konditsioner joylashgan. Bu o'rtada esa lyustrani ham yaxshidan toqib qo'ygan ekanlar-da. Pardalar mana. Uyimizda 2 xona, 3 xona. Yana bir marta qaytaraman. Mana bu o'rtada esa oldin oshxona bo'lgan. Oshxonani hozirda bular detskiy xona sifatida foydalanishga tayyorlab qo'yilgan ekan. Shkofchalar qilib, bitta karavot qilib qo'yilgan ekan. Bu o'rtada esa bizning balkon qismimiz, balkonimiz oshxona bo'lgan hozirda. Bitta mana xolodilnik joylashgan. Bu o'rtada esa kuxni mebellar qilib, chiroyligina qilib qo'yilgan ekan. Jaluzi pardalar toqilgan. Bu bo'yna ko'rsatganimizdek tashqari tarafidagi xonamiz bo'ladi. Bu xona o'zi planirovkasi zerkalniy planirovka hisoblanadi. Bu zal bilan bunisi ichi bir xil bo'ladi kattaligi mana nimasi. Mana shu spalniy xonasi bo'ladi. Spalnisini ham juda chiroyli holatda turibdi. Bu o'rtada soatlar qilib qo'ygan ekan, endi soat uncha rol o'ynamaydi. Bu o'rtada bitta shkaf bor. Bu esa bo'yna ko'rsatganimizdek tashqaridagi qaragan tarafi. Hozir buni ko'rsatamiz bitta. Pardasi bor ekan-da. Mana shu o'rtada oldin ochib nejilov sifatida foydalangan. Hozirda esa bular yopib spalniy qilib qo'ygan bu xonani. Hoppa. Bu uyimizning umumiy maydoni 54 metr kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari $85,500 so'rab turibdilar. Agar kimgadir qiziq bo'lsa shu joyimizda pastda nomerlarni yozib qo'yamiz. O'tib bemalol baraka qilishlaringiz mumkin. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta like hamda podpiskani bosib qo'ying. Xudo xolasa sizga yaxshi variantlarni qo'yib boramiz.